Shunaqa asosiy yo'lni yuzidan xohlagan biznesingizga to'g'ri keladigan bitta zo'r joyimiz sotiladi. Bu joyimiz manzili Yashnobod tumani Tuzyel. Orientirga keladigan bo'lsa, Tuzyel Xavasga Shotgacha 500 metr. Mana ro'paramizda yangi qurilayotgan aeroport. Bu yerda 2 kilometr Olimpiskiy garodok va yangi O'zbekiston bog'i. Ko'pchilik so'rashadi, qatlaga investitsiya qilganimiz ma'qul. Albatta, rivojlanayotgan joyga, yangi shahar bo'layotgan joyga pul tikish. Bu eng to'g'ri investitsiya. Sababi mana shunday yangi yo'l o'tarkan va mana bu bo'shayotgan joylarning hammasi qurilishga ruxsat berilgan, ya'ni dom ko'tarilgan bo'ladi. Bizlar mana o'sha sotuvdagi obyektimiz. Fasadga keladigan bo'lsa 36 metr, ichkariga 66 metr. Bu yerda umumiy hisobda 24 sotuv. Hozir ichkarilarni birga ko'rib chiqamiz. Biz mana ichkariga kirib oldik, hovlimizni qoq o'rtasida turamiz. Bu yog'imiz o'sha tashqaridan kirish qismi. Mana hovlimizni ko'rayotgan bo'lsangiz, to'g'ri burchak, hech qanaqa qing'ir-qishu, ya'ni kirgan chiqqan joy yo'q. Bu yerda kommunikatsiyadan, kanalizatsiyadan boshqa hammasi bor, ya'ni hech qanaqa muammo yo'q. Endi bu yerga nima biznes qilish, bu albatta o'z ixtiyoringizda, lekin men bitta ikkita variant bersam, bu yerda baliq bilan 5 barmoqqa moslashgan kafe restoran qursangiz zo'r yuradi yoki kottejni garovda quraman desangiz ham zo'r variant. Mana o'rtadan 7 metr sploshni qoldiradigan bo'lsangiz yo'lga 4 sotuv voch kesarkansiz, qolgan 20 sotuqqa, ya'ni bu tarafga 2 sotudan 5 ta, bu tarafga 2 sotudan 5 ta kottejni garovda quraman desangiz ham zo'r variant. Narxiga keladigan bo'lsa, egalari har bitta sotiga 22 mingdan bo'lsa bera olamiz zotda. Tegida nomerlarimizni qoldiramiz, agar qiziqar bo'lsa telefon qilib shunda bosa oladigan joy.